Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavludaxon opajon, siz bo'lasizmi? Ha, Opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? yo'q. Joningiz sog' bo'lsin opajonim, o'zimni tanishtirib o'taman. Ayni daqiqalarda sizni qo'ng'irog'ingizni ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan band qilyapman. Loyiha boshlovchisi Dilya O'ktamova singlingiz bo'laman. Sizni yaqinlaringiz, mehribonlaringiz nomidan ushbu shukrona kunlaringizda, shodiyona kunlaringizda tabriklamoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilmoqdaman opajon. Rahmat, sog' bo'linglar. Minnatdorman opajonim. Loyihamiz nomidan ham sizni chin dildan samimiy qutlab qolamiz. Dunyodagi eng baxtli ayollardan, eng baxtli onalardan va Allohimning suyukli bandalaridan bo'lishingizni Allohdan yaratgandan so'rab qolamiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin opajonim uchun bugun bizning loyihaga ajoyib bir satrlar, go'zal dilnomalar yetib kelibdi. Mehribon insoningiz, yaqinlaringiz nomlaridan sizningcha ushbu mehriboningiz kim bo'lishi mumkin? Farzandlarim, singlim, ukalarim. Aha, yana kimdan kutamiz? Ular hamrohi bo'lishmoqda. Opangizdek bo'lib qolgan yana bir yaxshi mehribon insoningiz bor ekanlar. Mazam xonim. Albatta, mashalloh. Sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini, hurmat qilishlarini aytgan holda Mazamxon opa nomlaridan yetib kelibdi. Ularga kelinlaringiz Gulnozaxon opa, Diloramxon opa, Dildoraxon opalar hamroh bo'lishmoqda ekan. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Endi ijozat berasiz, opajonimizning go'zal tilaklari bor ekan siz uchun atalgan. Ularni o'qib eshittirib beraman. Rahmat, eshitaman. Xo'p bo'ladi, birgalikda tinglaymiz. Assalomu alaykum mehribonim, singiljonim. Bugungi tug'ilgan kuningiz, ushbu muborak yoshingiz bilan siz uchun qalbimdan tabriklab qolaman. Bugun siz uchun, qolaversa biz uchun ham juda qadrli kun. Chunki bugun dunyoga sizdek mehribon, sodda, toza qalbli, o'zining borligi bilan odamga quvonch ulashadigan inson tug'ilgan kuni. Sizni har yili ushbu kunga yetib kelganingizni ko'rib, o'tgan yillar davomida qanday yetuk, dono, boshi baland, ko'ngli keng inson bo'lib ulg'ayganingizga yana bir bor guvoh bo'laman. Ushbu yoshingiz bu shunchaki sana emas, bu umrning ko'p narsasini ko'rgan, har narsaga o'z tajribasi bilan qaraydigan odamlarni ularning ko'zidan, qalbidan tushunadigan yosh. Bu yoshga kelguncha sizning sabringiz, matonatingiz, halolligingiz, mehnatkashligingiz sizni yanada go'zalroq inson darajasiga